Sen esing joyidami? Nima qilasan, o'rtog'ingning mashinasida yurib? Aka, o'rtog'im menga ishonadi. Ko'rdim o'sha ishongan o'rtoqlaringni. Kerakli paytda birortasi ham topilmadi. Bir joyga urib olsang, yana men to'laymanmi? Kontragingni o'zi zo'rg'a to'lagan bo'lsa. Nima? O'qishimga pul to'laganingizni yuzimga solmoqchimisiz? Qaytaraman o'sha pullaringizni, aka. Aka, qizishma. Men senga yaxshi bo'lsin deb aytayapman. Bilasan o'z ahvolimizni. Bilaman, aka. O'zingiz mashina olmasdan, meni kontrakt pulimni to'lab berdingiz. Rahmat. O'rtog'im aytdi, shu mashina bilan ishlaringni qilib yur, qolganini o'ylama dedi. O'zi yoshligimizdan ham orzu qilardik-ku aka shunaqa mashinalarda yurishni. O'tiring, bir mazza qilib haydab ko'ring. O'zimizniki bo'lmasa ham shu mashinani niyat qilib haydang aka. Nasib bo'lsa sizga olib beraman shunaqa mashinalar. Zo'r mashina ekan. Dokumentingiz yoningizdami? Pasportim bor. Aka, bosing aka. Nima yo'lda gay bo'lsa-chi? Gayiga men javob beraman aka, bosing. Qarang aka, gayi. Ana, men senga nima degandim? Viloyat yo'l patrul xizmati inspektor Choraqulovman. Yaxshimisiz? Hujjatlaringizni tekshirish maqsadida to'xtatdim. Muloqotimiz onlayn tarzda yozib olinyapti, body kameram ishlayapti. Hujjatingizni taqdim qilasizmi? Menda pasport bor. Mana bu mashinaning hujjatlari. Avtomashina o'z nomingizda ekan, hurmatli haydovchi. Hujjatlaringiz joyida. Oqil, yaxshi yetib oling. Bu nima? Bu hujjat, mashinaning hujjatlari. Mashina esa